Arab harflari nechta? 28 ta yoki 29 tami? Balki 30 tadir. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Arab tili shaydolari. Ismim Hamidulloh Najmiddinov. 10 yil arab tili sohasida o'qiganman va hozirgi kunda Mudarris akademiyasi arab tili fonetikasi va grammatikasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan o'rganadigan mavzuyimiz arab alifbosi bo'ladi. Siz arab tiliga qiziqasiz-u, lekin qanday boshlashni bilmayapsiz yoki qisman bilasiz, lekin o'zingizdan ko'nglingiz to'lmayapti. Demak, bu darsimiz aynan siz uchun. Demak, tayyor bo'lsangiz, ruchka va daftaringizni oling, biz darsimizni boshladik. Arab tilini biz bilgan o'zbek tili, rus tili yoki ko'plab tillardan eng asosiy farqli jihatlardan biri bu yozishdagi ketma-ketlik. Ya'ni o'zbek tili, rus tilida chapdan o'ngga qarab yozilsa, arab tilida xuddi shuni aksi, o'ngdan chapga qarab yoziladi. Shuning uchun ham arab tilidagi kitoblar bizni kitoblarimizga nisbatan teskari ochiladi. Ma'lumki, qaysidir bir tilni o'rganishda birinchi qilinadigan ish uni alifbosini o'rganish bo'ladi. Delik, ingliz tilida ham A, B, C, D deb yodlaganmiz, bilasizlar. Arab tilida ham xuddi shunaqa arab alifbosidan boshlanadi. Demak, arab alifbosidagi birinchi harf bu alif. Ko'rib turganingizdek, ko'rinishi tayoqcha ko'rinishiga o'xshab ketadi va alif deb nomlanadi. Alif. Ikkinchi harfimiz B harfi. Biz oldin o'rganganimizda B deb o'rgangan bo'lishimiz mumkin yoki qanaqadir xatolar bilan o'rgangan bo'lishimiz ehtimoli bor. Lekin aslida bu harfning nomi B harfi. Aynan shunday. B deb cho'zib talaffuz qilinadi. Ko'rinishi esa ushbu shaklda. Pastda bitta nuqtasi bo'ladi. Keyingi harflar ham xuddi shu shaklga o'xshab ketadi. Ya'ni T harfi. T guvoh bo'lganingizdek, T harfida ikkita nuqta bor va u tepada joylashadi. B harfida pastda bitta nuqta, T harfida esa tepada ikkita nuqta bor. Keyingi harfimiz esa S harfi. S ko'rinishi undan oldingi ikkita harfga o'xshab ketadi. B va T harflariga o'xshash, lekin farqli jihati nuqtalarida tepada 3 ta nuqta joylashgan bo'ladi. Bu harfni nomi S harfi. Aynan S. Buni talaffuziga biroz to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi, sababi ushbu harf o'zbek tilida mavjud emas. Demak, ushbu harfni talaffuzi S bo'ladi. Ya'ni bunda tilni uchini tepadagi ikkita tishni uchiga bosib talaffuz qilinadi. S. S harfi. Demak, ikkita tish bu kurak tishlari deb nomlanadi. Ushbu holatda talaffuz qilamiz. S harfi. Bu o'zbekcha S dan farqli. Keyingi harfimiz ko'rib turganingizdek Jim harfi. Jim yozilganda satr ostiga tushirib yoziladi va o'rtasida bitta nuqta bo'ladi. Jim. Jim. Keyingi harfimiz H harfi. H harfi. Demak, jim va H harflari bir-biriga o'xshash. Buni biz nuqtasidan ajratib olishimiz mumkin. H harfini talaffuzi tomoqni o'rtasidan talaffuz qilinadi. Tomoqni o'rta qismidan. Bu o'zbekcha H harfidan farq qiladi. H. H. Bundan keyingi harfimiz esa Xo harfi bo'ladi. Xo. Demak, jim, H, Xo harflarining ko'rinishi bir-biriga juda ham o'xshash ekan. Jim harfida nuqta pastda joylashadi, H harfida nuqta umuman yo'q, Xo harfida esa tepada bitta nuqta joylashgan bo'ladi. Keyingi ikkita harfimiz bir-biriga o'xshash harflar, satr ustida yoziladigan harf bo'lib, birinchisi dal, keyingisi esa zal. Dal ushbu ko'rinishga ega harf va xuddi shu harfni tepasida bitta nuqta joylashsa, yangi harf paydo bo'ladi. Buni zal deb ataymiz. Zal. Buni talaffuzi esa yuqorida o'tganimiz S harfiga juda ham o'xshash. Nimasi o'xshash deysizmi? Talaffuz o'rni bir xil, ya'ni mahraji bir. Tilni uchini tepa kurak tishlarining uchiga bosib, tekkizib talaffuz qilinadi. Zal. Zal. Galdagi harfimiz ro harfi bo'lib, uning ko'rinishi quyidagicha. Demak, satr ostiga
tushirib yoziladi. Ro harfiga o'xshash yana bir harf bor. U harf z harfi hisoblanadi. Ro harfi bilan z harfini farqi tepada bitta nuqtasi bor. Z harfida. Ba'zilar z harfini yana bitta nom bilan nomlashadi. Zay. Buni siz xohlasangiz z deyishingiz ham mumkin, xohlasangiz zay deyishingiz ham mumkin. Ismi ikkita bu harfni. Keyingi harfimiz sin harfi. Ko'rib turibsizlar? Demak, mana shu ko'rinishga ega ikkita dumaloq va uchinchisi salgina kattaroq ko'rinishda sin harfi bo'ladi. Sin. Bundan keyingi harfimiz esa xuddi shu sin harfiga juda ham o'xshash, lekin tepada 3 ta nuqta joylashadigan harfimiz. U harf shin harfi. Shin harfi. Ma'lumot o'laroq aytib ketaman. Arab harflarini nomlarida cho'zish qoidasi ishlaydi. Bu o'zbek tilida yo'q, lekin biz har bitta arab harfini yodlayotganimizda alifdan boshqasida cho'ziproq talaffuz qilishimiz kerak. Sin, shin, va hokazo. Keyingi harfimiz o'zbek tilida mavjud bo'lmagan harf sod harfi. Sod. Bundan keyingi harfimiz esa hammamiz qiynaladigan, qiyin deb biladigan harfimiz bod harfi. Bod. Sod va bod harfi bir-biriga juda ham o'xshash harf bo'lib, bodni tepasida bitta nuqta bo'ladi. Shu nuqta orqali biz ikkala harfni ajratib olishimiz mumkin. Bod harfini mahraji, ya'ni talaffuz o'rni tilni yon tomonlari hisoblanadi. Tilni ikkala qirg'og'ini yoki bittasini tepadagi jag'chishlarga tekkizib talaffuz qilinadi. Bu haqida alohida darsliklar tayyorlaymiz va siz azizlar o'sha videolar orqali ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Keyingi harfimiz to harfi. To. O'zbek tilidagi t harfidan farqli. Uni ko'rinishi demak mana shu shaklda bo'ladi. To. To. Keyingi harfimiz esa xuddi shu to harfiga o'xshash, faqatgina nuqta bilan farqlanadi. Vo harfi. Vo harfi. Keyingi harfimiz, ko'pchiligimiz bu harfni yaxshi taniymiz. Ayn harfi. Ayn. Ayn. Ko'rinishi ushbu shaklga ega va buni mahraji tomoqni o'rtasi hisoblanadi. Ayn. Keyingi harfimiz esa xuddi shu shaklga ega bo'lgan harf, faqat tepada nuqtasi bo'ladi. G'oyn. G'oyn. Demak, o'zbekcha gʼ to'shiga yaqin bo'lgan harf ekan. Keyingi harfimiz esa fa harfi. Fa. Keyingi harfimiz qof. Qof. Fa harf bilan qof harfi bir-biriga o'xshab ketadigan harf. Faqatgina fa'da satr ustida bo'ladi, qofda esa dumaloq holatda satr ostiga tushadi. Nuqtalari ham farqli. Fa'da bitta nuqta bor, qofda ikkita nuqta bor. Keyingi harfimiz kaf harfi. Kaf. Demak, ushbu shaklga ega. Galdagi harfimiz esa lam harfi. Lam. Lam. Keyingi harfimiz mim. Mim. M to'shni ifodalaydi. Keyingi harfimiz esa nun harfi. Nun. Nun. Vav. Vav. Vav harfi o'zbek tilidagi v harfidan farqli. Arab tilida lablar oldinga cho'chchaytirib v deb talaffuz qilinadi. Vav. Keyingi harfimiz tomchiga o'xshab ketadigan harf bo'lib, uni ha deb nomlanadi. Ha harfi. Va oxirgi 28-harfimiz ya harfi hisoblanadi. Ya. Uni ko'rinishi quyidagi ko'rinishga ega. Endi arab tilida 28 ta yoki 29 ta yoki 30 ta harf bor degan turli xil fikrlar mavjud bo'lib, bularning hammasi o'z asoslariga ega. Biz arab harflarini 28 ta deb nomlaymiz. 29 ta deydiganlar arab harflarining orasiga lam, alif harfini ham qo'shishadi. Va ba'zilar esa hamza va alifni alohida harf deb 30 ta ham deyshadi. Bularning hammasi to'g'ri fikrlar bo'lib, eng afzali 28 ta harf bor deyishdir. Endi esa arab harflarining hammasini birma-bir talaffuz qilamiz. Men qanday talaffuz qilsam, xuddi o'shanga o'xshatib, ketimdan qaytarishga harakat qiling.
Unda boshladik. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ha ya. Hozir yuqorida o'rganganlarimiz arab harflarini ismlari bo'ladi. Ya'ni har bitta harfning o'z ismi bor. O'zbek tilida bu holat kuzatilmaydi, arab tilida. Ya'ni lam harfi bu l tovushiga ega. Sin harfi esa s tovushi, shin harfi sh tovushiga ega va hokazo. Har bitta harfning boshidagi birinchi harf uni talaffuzi hisoblanadi. Deylik, o'zbek tilida shunchaki s harfi bor deymiz. So'zlarning orasida kelsa ham va alohida ko'rinishda bo'lsa ham. Arab tilida esa alohida bo'lganda sin deb nomlanadi. So'zning ichida kelsa oddiy s kabi talaffuz qilinadi. Bugungi darsimiz qisqacha mana shulardan iborat edi. Agar darsimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, izohlarda o'z fikringizni ham qoldiring. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling. Arab tilini noldan offline holatda o'rganish uchun esa Mudarris akademiyasiga murojaat qiling.